Operatsiyadan oldin qulog'imda og'riq bor edi. Keyin qanaqadir bir qulog'imdan suyuq, sariq rangli suyuqlik hidli narsa kelib turib og'riq bezovta bo'ldi. Samaraddin akani tavsiya qilishdi, yonlariga keldim. Keyin tekshirib ko'rdilar, operatsiyani tavsiya qildilar. Operatsiyaga rozi bo'ldim va 28-mart kuni operatsiya bo'ldim. Operatsiya vaqti hech qanaqa menga bezovtachilik, og'riq, hech qanday nima sezilmadi. Keyin mana Xudoga shukr, bugun 22 kundan keyin kelib turib, hozir qulog'imni paxtalarini olib, iplarni olib turib, o'ng qulog'im operatsiya bo'lganda chap qulog'imga eshitish gudogini jo'natdilar pastroq, bunda juda baland ovozda ko'z tegmasin. Rahmat kattakon. Zo'r hozir eshitishi. Og'riqlarim ham yo'q. Hammasi yaxshi. Agar sizlarda ham shunday quloqlaringiz eshitish qobiliyati pasaygan bo'lsa, mana shu yoqqa Lordmet servis klinikasiga kelib, Samaraddin akaga bemalol uchrashib, shu quloqlaringizni tekshirtirib turib, kelib bemalol davolatishlaringizni tavsiya qilaman. 20 kun oldin endoskopik o'ng tomonlama tempanoplastik operatsiyasini bajarganmiz. 22 kun bo'libdi hozir. Qashqadaryo viloyatidan kelgan bemorimiz. Hozir gubkalarni oldik, to'liq. Quloq pardasi juda ham yaxshi bitgan, eshitishlari yaxshilangan, hammasi yaxshi. Xudo xolasa, endi hozir chap quloqlarida ham teshik bor. Keyingi safar xudo xolasa 2 oydan keyin chap quloqni planlashtiryapmiz. O'ng quloqlari juda ham yaxshi bitgan.